Tayyorlash bosqichi bo'lsa, avval seriq may bilan o'yin shakar uni ezilgan shakar unini bir tasqa selib, tadanji bilan obdan aralashtiramiz buni. Qaymoq holatgacha aralashtiramiz. Avval mana seriq may bilan shakar unini o kauchuk palqimiz bilan obdan aralashtirib olib, andan keyin tadanjida aralashtiramiz. Xanım qizlar, endi un solish bosqichiga keldik. Unni oz-ozdan selib, qo'limiz bilan yenik aralashtirib, buni xamiralik ekib olamiz. Mana hozirgi aralashmamiz bo'lsa, sarmay, shakar uni, tuxum, andan keyin sut parashuginiki aralashmasi. Buniga hozir un solish bosqichiga keldik endi. Xanım qizlar, endi un solish bosqichiga keldik. Unni oz-ozdan selib, palax bilan aralashtirib, andan keyin qo'limiz bilan yenik xamirlikka ekilib tayyorlaymiz. Xanım qizlar, mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Bu xamirni ichib hozir tayyorlab oldim. Buningda mana yurak shakllik, mana yulduz shakllik, mana atribut shakllik qilibda kesib, chiroyli qiliblab buni molasga solib oldim. Molasga solib buni pishiramiz endi. Xanım qizlar, mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Buni duxovkaga solib 160 gradusda 20 soat pishirsak burada. Suzgirak ilib pishiramiz. Buni andan keyin pishib chiqqandan keyin yerimini shokolad eritib olgan shokoladga tekkizib bezasak burada. Salturib ko'rishaylik.